Zato man nimadir trendi. Zato men telefon qilishsa qaytib telefon qilaman. Zato man sahnada shou tugagandan keyin sheriklarimni ham chaqirib kirib ketaman razdevalkaga. Zato men Rahmatjonlarni aldamaganman. Voy! Ma'lumman. Zato men merimni eng yaqin odamlarimga birinchi bo'lib aytaman. Zato men agar o'rtog'im merimisi bo'lsa yoki nimadir bo'lsa, bundan xabardor bo'lish uchun unga telefon qilib turaman. Zato men uchrashuvga ketyapman deb merimni qilib kelmayman. Bilmaganda bo'lgan. Zato men kim telefon qilishdan qat'iy nazar uxlab turib telefonni ko'tarmayman. Uxlash aybmi? Tavba qildim. O'zi yozib bir yilda bir marta uxlasan. Zato men hamma narsani bilib tursam ham, voy bilmayman deb aytmayman. Zato men ovqatlanayotganda telefonimni chetga qo'yib ovqatlanaman. Qo'yib mashina chetda turadi. Nimagaligini ham bilaman. Yo'qa. Zato men endi video olamiz deganda alo deb ketib bormayman chopib. Qachon bo'lsa ham qilmayman shunaqa. Ha, bo'ldi. Zato meni yomonimdan ko'ra yaxshim ko'proq. Bu to'g'ri tushuntirolmadi. Meni yomon hislatim, yomon farishtam bilan yaxshi farishtam borda o'shani aytibdi. Yomon farishtasi kuchliroq. Zato men ozg'in bo'lsam ham yaxshi yeyman. Men shunday narsani o'zimga shunchagina tishlab qo'ymayman. Zato men qanaqadir bog'chadami qata'dir tadbir bo'lsa, yarimidan chopib ketib bormayman. Zato men biror kimdan narsa so'ramoqchi bo'lsam, Zarnigor so'rang yoki Madina so'rang demayman, o'zim so'rayman. O'zingiz o'zingiz qanaqa aytasiz? Zarnigor so'rang. Конечно, menga aytasiz deb. Men aniq bo'lgan narsani o'zim uchun Montaj qilaman. Men aniq bo'lgan narsani hali noaniq, sizniki aniq, buniki aniqroq, meniki noaniq demayman. Zato buni men montaj qilaman. 1, 2, 3.